Mana to'polon suv ombori. Bu to'polon suv ombori suv sig'dirish hajmi 5 million kubni tashkil etadi. Hozirgi kunda 3 million 800 kub suv bor bu yerda. Bu to'polon suv ombori Sarasiya tomoni joylashgan bo'lib, mana shu bola trendda hozir. Chuqurligini kim biladi? Chuqurligini bilmadim, lekin qancha suv ketishini bilaman. Qancha suv ketadi? 5 million kub suv ketadi. Hozirgi kunda 3 million 800 kub suv bor da bu yerda. Bu yoqlarga suv ketgan. Bu yer endi ketgan. 18 kilometr, 20 kilometr. Mana shu ilon shaklda. Nimalar bor-da o'yladi? Mana ichida endi baliq bor-da. Baliqning kattaligi qancha o'yladi? Onu endi bilmadim. Mana shu. Ketavergan. Ketgan.